Broker bu tovar xom ashyo birjadagi professional savdogarlar, o'yinchilar deyiladi buni. Bu har bir tadbirkor nomidan birja savdolariga qatnashadi. Birja savdolariga 6 raqamli, 7 raqamli, 9 raqamli mahsulotlar, kontraktlar, shartnomalar bo'ladi. Qarang. Endi 7 raqamli shartnomani olsak, deylik, bitta vagon sallarga olish kerak. Bir vagoniz deylik 600 million so'm. Agar bu holat bo'yicha tadbirkorning o'zi qatnashsa, bitta raqamga agar xato qilsa, 600 million so'mlik narsa 6 milliardga aylanadi. Va buni oqibatida tadbirkor 10% gacha jarima qilinishi mumkin. Ikkinchisi, tadbirkor sotib oldi. Sotib olgandan keyin mahsulot boradi, mahsulot o'sha standartga javob bermaydi. Mana shu paytda broker tadbirkor nomidan hujjatlarni rasmiylashtiradi va arbitraj komissiyasiga taqdim etadi. Ya'ni mahsulot sifatiga talab bermaganligi uchun sotuvchi xaridorga zakolat miqdorida jarima beradi.